ben riyasetçi dostum Mevlude. Bu sondaki aram minutları programımızda biz yumorlarını, nakşlarını yaktırıp anlaydıgan bir aziz mehmanimizni teklif kıldık. Biz bugün Yengshan Şinjan'ın içi yerleşken urban kahve taamlarında bu aziz mehmanimizni kütüp almakçı hazır vaktini bir yere veripti. Ben sal keçikip kaldım. Mehmanimiz Katboğ'a okşaydı. Onda da birlikte kirip körüp bakaylı. Oy aka, yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingiz yaxshimi? Sep bo'ldi aka, yo'l to'silib qoldi. Ish yo'q. Qanday kelganman? Ha, undaqda seftimiz boshlandi. Bo'ldi. Aka bek sat bo'ldi, saqiltib qo'ydim ha. Ish yo'q. Mening muhit shunday yaxshi-ki, bek yaxshi yerda ko'rishibdimiz aka, Didar G'animat. Siz bilan bugun ko'rishganimdan shunday xursandlik his qilyapman. Men ham shu, rahmat. Aka, shuni so'rag'im kelyapti. Sizning ismingiz Abay emas-ku? Boshqa nima ish sizni Abay deb chaqirdi? Men yaqinda bilsam ismingiz Habibullo ekan. Asli shu ismim Habibullo. Xo'jadalik isim qisqartirgan bir ismlarni ayt qisqartib chaqiradigan bir uslubchi masalan Munavvar bo'lsin, Munash, Yormamat bo'lsin, Yori, Abdukerim bo'lsin, Keri. Sovet bozorlik Sovet sodisi boshlangandan o'zi masalan Abdug'ofurni Anton, Mehmetni Misha deb bunda chaqirgan bo'ldi qarang. Men buni Habibullo degan ismim Abay bo'lib qoldi. Qisqartiribchi Abay deysimi qarayman. Ba'zilar Abay deyishmi qo'shaqmay deb qo'ydiganlar ashlig'ini qaraverdi. Deb qo'yaman. Qo'shaqmay damliq oxirini chaqirib turmoqchi. Bu Abay degan ismda Habibullo degan ismga ozroq yaqin kelmaydi ekan. Endi asli Abaydulla bo'lgan bo'lsa, Dullan chiqib Abay. Endi shu Abay aylanib ketdi. Hozir Habibullo demaydi, Abay normal deb hamda boshqa chaqirdi ekan qo'y, Abay normal. Akam siz ismingizning keyniga Taqtuqa degan nom qanday kelib qolgan? Men bu ismimning keyniga Taqtuqa degan nomning kelib qilishidagi sabab, men shu tag'im va mening shu xuldusuydi odam. Shu rishtkam aqlim kelsam Taqtuqaga qiladi ekanda, biz ham kichkina san'at oilasi cho'g'ilgan. Men shuni o'ylab şu bu qiziq ishkan bu ajab bu qiziq gap boshqalarning diqqatini qo'zg'amaydi. Men qiziq tuyulgan ekan. Deb shuni bilan buni do'stlarimga, og'aylarimga, saboqdoshlarimga ashunda uzun yil deb chirib, shu 2008-yillik Qurbayatlik san'at kechiligiga qatnashib fursati bo'lib, shu yerda mush Taqtuqada sahnaga kelib chiqqaningizni, shuni bilan keyingi chiroyli Abay Taqtuqa degan nomdan birisi kelib qoldi. Aka, siz unda odatdami Taqtuq so'zlarni qilamsiz, turmushdami ishlatamsiz? Endi odatda baribir men normal gap qilsammi, meni Abay normal demaydi ekan da. Ya'ni shu Taqtuq deydi. Odatda shu qiziqchilik qilib, oilada bo'lsin, peshida bo'lsin, mana Taqtuqqa gap qo'ymayman. Masalan, say sotadigan do'konga kirib samsuvama deb so'raverdim. Ular meni tushunib ketdi. Yo'q deblar shunda javob berdi. Biz satrashqanlik kirib, ballar tilpirib, nima ish qilyapsiz, adashish tomoq yeyapman degandek mishta so'z iboralarni ishlatib qiziq kulib qoldik-da. Unda hozir naq maydon Taqtuq so'zlab bera olasiz. Men naq maydonda Taqtuqqa gap qilay desam, men yangi yil kirgandan o'sha saqayib qoldim. Normal holatda gap qilgan bo'lib qoldim. Shuni bilan depesem bunu da hem de onu biz aldığını alaylık değişik varken gap olmagan deken meni deginimde eşenlikte kaynak suda aralashtirib pişip etsiniz yaxshi bo'ladi dedim. U deydi hem de turdim ilayotgan mallarımın ait şey çıkıp olgan keyin turdim lanmamsa degandeken men unda azroq ne seyye go'shniki yermini mayya deb shuni bilan qarsam uning qo'lida tuz bor ekan, mening qo'limda karul bor ekan. Shuni bilan cho'kish qo'yilgan qarsam tuz futib oldi. Futib olgandan men unda situasyon aslında bu resmiyet için bir parça resimini ekiptirişiniz gerekti. Sonuçta hem de ham çıkıp kalsın mı şunu hem de tavuzun aman küçük poptok yemetmesek olmaydı. Desem ondan sonra buludu hem siz velspitiniz ekiptirin cügegen karaganda velspitiniz yaxşı uğruqluğunu buludu. Dep şunu ona bir apırıp yatkızıp koyduk. Anqışı bu balımı esli geldi. Elin geldim doktorxanaga. Çok bir uzun jarayonlarni baştan kechiribsiz. Voy meni keldi. Sonuçta işte Taqtuqqa gap qilaverib uyda bo'lsam, o'zim güzel bir Taqtuqqa gap qilsam, hech bedim uşaq bizim chiqib turgan bo'lib qoldi qarab. Kerak ketdi. Sert refleks olib qoldi sizdan. Men davomli menda gap qilganken bir kuni qayintamning ayolining qizi bilan vaqirishib qoldim. Vaqirishib bunday dedim. Siz kalladın to'liq ketib bo'lgan adam taladanchim Taqtuq so'ziga hech chanmayapsiz dedi. Hem 25 yıl konuşup bergenge hem de aşında deysin bulamdı da şoğlan güzel geldi. Mutlaka. Sizin koş Taqtuq'unuz abimiz pek yaxşı görünüz jumu. Aka şunu sorap baksam siz sanat kasbida o'qiganmi? Yo'q, men shu sanat kasbini kichigimdan o'qishni orzu qilardim, lekin biz kichik vaqtlarimizda sanat maktablardan kelib bolalarni tanlab ketadi, intamam mayilchab bagadan qilib. Bizning maktabga tanligini kelgan meni shuni saytaz yaxshi bo'lmadimi? Meni tanlamagan. Lekin kichik
Ligimden nakşiyette müşter sanatçılarga yana kızıqman. Sanat ayça çoğalgan beken kızıqattan keyin men başka kesipte okudum. Okugan bile yanım şu sanatni yaxshi ko'rgan kesibimni tashlab qo'ymadim. Shuning bilan mushundaq qilib gitar chelib, nakşiyetib, taqtiqga qilib, etotlarni o'ynab degandek xalqimizning ko'ngliga yiqib qoldim-da. Shu xalqimiz qo'llab, quvvatlab, kichkivos abeyka, cho'vos abeyka, tavos abey ag'inam deb müşter qo'llab, quvvatlab, ana hozirgi shu abey taqtiq degan oldingizdagi odamga aylandim-da. Shundan mushu munosabatda men qo'llab, quvvatlayotgan barliq hammalarniki tallariga salomatlik, oilasiga xotirjamlik, xushallik, baxt omadning mangu yor bo'lishini chin ko'nglimda umid qilaman. Xalqning qo'llab quvvatlashi bo'lg'achqa biz mana shu hozirgi dekalat keldik. Xalqning e'tirof qilishi bo'lg'achqa abay taqtiqqa degan bir nam sizning barqingiz aylandi-da. Okama sahnat bir qarsam naqsh etgansiz, bir qarsam taqtiq so'zlab chiqibgansiz, siz zodi sanatni qaysi turiga tava? Naqsh etishni yaxshi ko'raman. Agarchi bak men qadar yaxshi etib bir voy qilib ketmasam, lekin naqsh etishni o'zim kutishni yaxshi ko'raman. İtot oynashni yaxshi ko'raman. Taqtiq so'zlashni, yumor so'zlashni yaxshi ko'raman. Bu atrofdagi odamga masalan qo'shallar, ma'naviy zo'q berish. Naqshaysak, gitar chelib naqshimizni yaxshi ko'rganlar bor. Ular bir estetik o'zi qoladi. Kuldasak, qo'shiqsak deganlar ideyalar. To'lashqa men yana undan keyin hamda tirishib, işte kuldirib, qo'shiq qilib o'tib ketsam-ki deydigan bir ideya bor da. Rahmat aka, sizning yumorlaringizni yaxshi ko'ramiz, naqshingizni yaxshi ko'ramiz. Qilib kishilarga xo'shalik ato qilasiz. Abay taqtiqqa sizlar hammadan chiroyli kulki keldi deb o'ylayman. Undaqda naq maydonda naqsh etib berasiz. Bo'ladimi dacha? Normal naqshdan birini aytib berayim dekash, layvlarning uyning ichida deb taqtiq naqsh etadigan deb o'ylab qolmasam. Bo'ldi aka. Hozir aytib bermoqchi bo'lgan naqsham bo'lsa, Jur'at Tursun og'ina muzikasini ishlagan Shakir Rahim aytgan Hasrat deb bir naqsh. Bu naqshni aytishni intayin yaxshi ko'raman da muzikasini qaysi ishlangan cham o'z qurbitimdan yetishcha shu naqshni bir o'rnab beray. Bo'ldi aka, marhamat. Bir senin men degine naqish bo'lgan dilimga bir senin men degine naqish bo'lgan dilimga emdi keştim degan söz qamdab geldi tilingga emdi keştim degan söz qamdab geldi tilingga silip qo'yib hasratga og'rimidi silip qo'yib hasratga og'rimidi shu azabım bir sana şenginim üçünmü şu azabım bir sana şenginim üçünmü Hasretim eğerde var mikinmiş bilmeymen Hasretim eğerde var mikinmiş bilmeymen Ayrılğanға
yığılayman Akbidemge yığılayman Ayrılganga ölmeymen Akbidemge yığılayman Silip buyup esretge Ağrımıcı üstümü Silip buyup esretge Ağrımıcı üstümü Şu azabım bir sana Sen benim üçünmü Şu azabım bir sana Sen benim üçünmü Sen benim üçünmü Qalpsaka bek chiroyli aytdingiz. Manaqshingizni ko'rib ko'rmalar cho'qim yangi yilda saqib qoldi deb o'ylayman. To'g'ri, saqib qoldi deb o'ylaydi. Normal naqsh yetadigan bo'la ketdi. Men 6-qitim normal naqsh yetganini ko'rishim. Bunisiga naq maydonni anglab shunday xursand bo'ldim aka. Rahmat. Aka, men oldingi qitim sahnada sizningki boshqa tildagi naqsh yetganingizni ko'rgan. Sizning rus saviyaringizni bek yaxshi Ha, vay so'zlayman. Sizlar piran. Endi o'sha so'zlab bermay qozoq tilida qozoqcha anarshim deb bir naqshi bor. Bu naqshi asosligi onasi bor odam hech qachon qiyirmaydi Ha, degan chiroyli bir yaxshi naqshi. Shuni qozoqchisini bir aytib beray. ma'qul ajab yaxshi. Chet yursam sağınarım Sağınsam şağınarım Anашым sen oylasam Sağınarım Anашым şalkıp gülse Oldumda uzak yürüsem Yüreğim dert olmaydı Köğünüm ortaymaydı Ağası var adamda Eş kaçan kartaymaydı Yüreğim dert olmaydı Köğünüm ortaymaydı Ağası var adamda Eş kaçan kartaymaydı Uşurgan şunqarыңны Kiyada sırqarыңны Бәйгеге өзің қосқан Тұлпарыңны Anашым şalkıp gülse Aldımda uzak жүрсе Yüreğim dert olmaydı Kömürüm ortaymaydı Ağası var adamda Eş kaçan kartaymaydı Yüreğim dert olmaydı Kömürüm ortaymaydı Manısiba ademler Hiç kaçan kerimaydı Korganım özün deyman Janda var sözün deyman Anaşım sen oylasan Koz olmayman
şalkıp gülse aldımda uzak sürsem yüreğim ter tolgaydı köngülüm ortaymaydı ağası var adamlar hiç kaçan tartaymaydı yüreğim ter tolgaydı köngülüm ortaymaydı Anısıba ademler hiç kaçan terimaydı Anası var adamlar hiç kaçan tartaymaydı Pek çıraylık aytdınız bana Naqshni. Bak kolayga yetkizib ketaman men bu qo'limdan kelishisham shunchalikdan bildigan naqshlarimda aytib beray dedim o'g'amda Pek yaxshi aytdingiz aka, mazmuni pek yaxshi ekan. Anini madhiyalab aytdingiz ekansiz. Men bu opamni 2011-yili tuyuqsiz ayrilib qolgan. Shundan shu fursatda ota-onalar umrining uzun bo'lishini, salomat bo'lishini chin ko'nglimda umid qilaman. Rahmat aka. Chiqib atalar, analar haqiqatan ulug' qanchalik ularni kuylab naqsh aytsak arziydi deb o'ylayman. Hozir ona temiz chiqib qoldi aka. Siz yaqinda oldingizmi keyin to'g'ri bir gap moda bo'ldi-chu. Onasining yoki doktorning qo'lidan chiqib ketgan deb. Degandek. Siz mushta gaplarga qanday qaraysiz? Qanday odam mushu xil odamga tabi bo'ldi deb o'ylaysiz? U hamda bir eli chaqchaqlikda bir o'qish normal emas odamlarga qaratilgan gaplarda bir qo'ldan chiqib ketgan, kechida yo'lda ketib turib turgan traktorga suvaga degandek shunday o'qishlar bilan bunda bir qamchilash, shunday yaxshi ish qilmaydigan, yomon ish qildigan, shu to'g'ri bo'lmagan, shunday qalaymiqan qilayotgan bir odamlarga nisbatan shunday deyish orqali shularni bir to'g'ri yo'lga boshlig'ini bo'lamdikin deb turib bir gaplardi. Mening tushuncham shunchalik endi meniki shaxsan meni to'g'ri deb turolmayman, meni tushunchlar bo'lamdikin deb. Sizchim shundaydir balki? Menimcha shunaqa g'ayriy ishlarni qilgan boshqa o'xshamaydigan normal ishni qilmaydiganlarni işte deymizku. To'g'ri. Aka, undaqda sizningcha haqiqiy san'atkor qanday bo'ldi? Bu haqiqiy san'atkor desangiz ham men o'zimni unda san'atkor deb o'ylamayman. Men shu xalq ichidan chiqqan kasbiy nazariyalarni o'qimaganman. Endi haqiqiy san'atkorlarimiz degan qanday bo'ladi desangiz, universal, sapa, yaxshi sapaliq, har tarafdan xalqimiz bilan birga o'rtoqlasha oladigan, mayli qanday darajada odam bo'lsa, shuni bilan birga yaxshi o'taydigan. O'zining kasbidan, san'atniki mayli qaysi kasb, masalan, aktyorlik bo'lsin, jiqqa san'atning kasbi, mayli muzik bo'lsin, naqshi bo'lsin. Naqshida xalqimizning qalbini titrtadigan, ijodiyatlarni qilgan, ham shunday naqshlarni aytgan, mayli usul bo'lsin, usuldimi ham xalqimizning qalbi ostida voyaga yetkazib, universal sapa jihatdan har tarafdan kishilarimizning yaxshi ko'rishiga erishib kelgan shularni ham san'atkor desak bo'lamdikin deb o'ylayman deb. Undaq siz to'rtcho'lpanlarchi, to'rtcho'lpanlarni qanday aniqlab bersiz? Endi buni to'rtcho'lpanlarga qanday qaraysiz desangiz, ba'zida shu do'yin ko'rib tilpinda qarayman, qarang. Ba'zi yo'lda ketib qolgan bo'lsa, yan tarafdan qarayman. Albatta, to'rtcho'lpanlarning nihoyatda aktiv energiyalik, bir xushallik ato qila oladigan to'r orqali yaxshi naqshlarni aytib, to'rda o'zini ko'rib, tuntalgan bunday odamlarni men intayin yaxshi ko'raman. Selbiy, qamlashmagan bir ishlarni qilib, to'g'riligiga chiqib qilayotgan uni vohung deb qo'ydik. Uqmaymiz ham ularning ideyasi qanday, ularning sen anday qilding, manday qilding tarafdor demaymi, chunki meniki huquq niyatmaydi. Bo'lsa hamda shularniki bak to'g'rida safasiz, nachar narsalarni chiqarmay, aktiv energiyali, yaxshi bo'lgan, sifatli bo'lgan asl narsalarni chiqarishni tavsiya qila olaman. Aka, sizni burun o'sha sahnalarda ko'ratdik, kechiliklarda ko'ratdik. Hozir do'yin sifsida ko'rgan bo'lib qoldik. Siz mush to'rtcho'lpanlik yo'liga qarab maqdingizmi? Qanday planlaringiz bor shu kasbiy jihatda? Do'yin degan bir cho'ng bir sahna bo'ldi-ku. Hammadan ko'ra oladigan, har qanday vaqt, har qanday sharoitda hozir ko'ra olamiz. Endi men shu do'yin orqali o'zimning chaldigan muzikalarni bir taldan, ikki taldan chelib chiqarib qo'yib qo'ydim. Hammadan shu do'yinni qaynatgan ekan, endi shu qatordan qolmaydi deyapman. Hamma ishkidan narsamni chiqarib qo'ydim. Aka, bugun shunday yaxshi ham suhbat bo'ldi.
qildik. Oxirida shuni so'rag'im kelyapti. Sizning shu san'at jihatda yoki kasbiy jihatda, yoki turmush jihatda qanday planlaringiz bor? Bir uchir bergan bo'lsangiz. Bundan keyin hamda bir necha naqshlarni ovozga ep bo'ldik, degan chiqmadi. Shu naqshlarni tushimga elib, qurbitimni yetishchi etib, bir xotira qoldirib qo'yib, bir necha naqshlarni ovozga ep bo'ldik. Yaqinda taqitimiz o naqshlarni. Ana keyin shu kulki jihatda shu ishlarni hamda bundan keyin tirishib, texnik xalqimizga bir xo'shallik ato qiladigan bir ishlar uchun bundan keyin cho'qim tirishimizda hamda biz shu xalqimiz bizni qo'llagandan keyin mayli naqsh bo'lsin, mayli yumor, ito taqtiq bo'lsin shu ishlarni kelgusida xalqimizga sunimiz cho'qim. Rahmat aka, biz shuni tilakdoshimiz. Rahmat. Aka, bundan keyingi ishlaringizning texnik o'ngishli bo'lishini, yumorlaringizning o'zlib qolmasligini, o'shtaqa o'zingizning qiziqarli gaplaringiz orqali xalqimizga kulk ato qilishingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Ishlaringiz texnik o'ngishli bo'lib ketsin, tinov salomat bo'lib ketsin aka, armag'aysiz. Rahmat. Bundan keyin cho'ng sahnalarda sizni davomli ko'rib turishimizni chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Shuni bilan birga sizlarniki shu vaqtinglarni chiqarib Budarimninki shu qitim bir ziyorat qilish fursati berganliginglarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Sizga texnik rahmat aka, ziyoratni qabul qilganingizga ko'p rahmat. Sevimli do'stlar, bu saniki Aram minutlari programmamizda Al-Soyar xalq san'atkorimiz Habibullo akam bilan suhbatlashdik. Suhbatimiz internet xo'shallik ichida oxirlashdi. Bizga mush so'rini hozirlab bergan Urumchi Yingshan Shinjongning ichiga joylashgan Urban qahva taomlariga chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Cho'lponlarning hayoti qiziqsanglar, bizni qo'shib olishni unutib qolmanglar. Aram minutlari har haftada sizlarga hamroh. Xudo xolasa keyingi sonda ko'rishaylik. Xayr qish.